o'zimni moziyning bag'riga urdim va shu on shukrona aytib qaytdim men. Kimdir ko'rmay ketgan baxtni men ko'rdim, kimdir aytmay ketgan so'zni aytdim men. Meni kutayotir ajib kelajak, u mening iqbolim, mening baxtimdir. Men ko'rmagan baxtni kimdir ko'rajak, men aytmagan so'zni aytacak kimdir? Ruhimda yo'qoldi qarorim, tanimda qolmadi madorim. Bizlarni bir yo'qlab kelibsan, vafo qilarmisan bahorim? Yoz o'tdi, kuz o'tdi, qish o'tdi, boshlardan sinovli ish o'tdi, yurakka izg'irin nish o'tdi. Vafo qilurmisan bahorim? Yam yashil qirlarni sog'indim, chechakzor sir yerlarni sog'indim, u inja sirlarni sog'indim. Vafo qilurmisan bahorim? Lolaning lablari xandadir, dog'i ham tubida andadir, o'xshashi ruh ila tandadir. Vafo qilurmisan bahorim? Intiqmiz do'st bilan, yor bilan, she'r bilan, soz bilan, tor bilan, diydorlash bizningdek qor bilan. Vafo qilurmisan bahorim? Hamma narsa o'tadi, mansab, shon u shavkat ham. Shirindan shirin qolur, talxdan esa qolur talx. Bir kuni tuproq bo'lur, tengsiz shamsi tal'at ham. Faqatgina xalq yashar, faqatgina qolur xalq. Gohida ko'zda yoshu, gohida xandon bo'ldik, gohida bolg'a bo'lsak, gohida sandon bo'ldik. Axir kulib tole sohibi davron bo'ldik. Faqatgina xalq yashar, faqatgina qolur xalq. Nomingni qora degan paxtaginam senmisan? Lo'ppi deya yutganim laxtaginam senmisan? Avaqtada bosh urgan taxtaginam senmisan? Faqatgina xalq yashar, faqatgina qolur xalq. O'zbekning peshonasin po'latdan yaratmishdir, yumushini malomat, zahmatdan yaratmishdir. Bir so'z bilan aytganda mehnatdan yaratmishdir. Faqatgina xalq yashar, faqatgina qolur xalq. 60 yil qanaqa o'tib ketganini masalan men payqamay qoldim. Lekin ko'ngil o'sha xuddi odam o'zini abadiy yashashga haqqi bor odamdayin his qilar ekan. Mening nazarimda muhimi shu. Keyin hayotda bosib o'tilgan yo'lga qarab odam afsuslansa, bu yomon. Attang behudaga yozibman shuncha asarni yoki shuncha rasmlarni behudaga chizibman desa, bu juda ham yomon gap. O'zbekistonimiz mustaqillikka erishgandan keyin albatta uning bayrog'i, uni gerbi
singari timsollar qatorida madhiyasi ham yaratilishi zarur edi. Shu maqsadda madhiya matni uchun va uni musiqasi uchun tanlov e'lon qilindi. Bu tanlovga ko'plab shoirlardan matnlar kelib tushdi. Ko'plab bastakor kompozitorlarning asarlari kelib tushdi. Biz bu madhiyani yaratishga kirishayotganda qanday katta mas'uliyatli ishga qo'l urayotganimizni yaxshi bilganmiz. Mashhur kompozitor bastakorimiz Mutawakkil Burxonov bilan ancha vaqt birgalikda ishladik, mehnat qildik. Har bir so'z musiqa bilan birgalikda ohangdosh bo'lib yangrashi kerak. Va nihoyat madhiya qabul qilindi. Endi bu madhiya davlatimiz ramzi, xalqimizning mulkiga aylandi. Abdullajon birinchi she'rlari, to'g'rirog'i O'zbekistonda respublika matbuotida chiqqan she'rlarni men tavsiya qilgandim. Kichkinagina so'z yozgandim shunga. 3 tagina so'z munojatni tinglab, men uchun sevaman O'zbekistonni degan she'rlari Sharq yuzida chiqqandi. Va shu she'rlarni o'zi birdaniga odamlarning og'ziga tushib, hammani e'tiborini jalb qilib nima qilgandi. Shu lirizm kuchliligi, samimiyatni kuchliligi bilan she'rni yangiladi-da. Bizda afsuski avvalgi davrlarimizda urush payti, urushdan keyingi paytlarda she'riyatimizda deklarativlik kuchayib ketgandi. Quruq shoirbozlik, olg'a o'rtoqlar, yashasin, hokazo degan narsalarda she'rga solish kuchayib ketgandi. Mana bu yangi shoirlar avlodi Erkin Vohidov, Abdulla Oripov va yana sanash mumkin. Bular she'rni mana shu bezaklardan, quruq bezaklardan qutqardi, olib chiqdi. Va shu bilan she'r o'zbek she'riyatini ham yuqori bir pog'onaga yuksaltirdi. Ham shu bilan birga she'riyat degan narsani o'zini ichki bir fazilatini, ichki bir izzat nafsini saqlab qoldi. She'riyat juda ham oyoq osti bo'lib ketishi mumkin edi agar o'sha ma'nisiz, quruq, oldi qoshdan iborat bo'lib qoladigan bo'lsa. Bu shoirlarimiz she'riyatni qaytardi deyish mumkin. Shuning uchun ham birdaniga bu shoirlarning ijodi odamlarga juda manzur bo'ldi. Qancha diyorlarda sayr etib yurdim, qancha manzillarda tuzdim oshiyon va buyuk hikmatga axir yuz burdim. Siylangan joyida azizdir inson. Yurtim senda ekan nasibam tugal, sen o'zing maskanim, sen o'zing shonim. Sen onam, sen singlim, yorimsan azal, ey jonim, jahonim, O'zbekistonim. Bolalikning ko'ziga borliq-u olam, butun mavjudot o'zgacha ko'rinadi. Daraxtlar o'zgacha shovullaydi, yulduzlar o'zgacha yonadi. Shoir qalbi ham ana shu lahzalarda so'z sehriga oshno tutunadi. U damlarni unutib bo'larmidi. Abdulla aka har gal tug'ilgan qishlog'iga borib, qadrdon go'shalarni kezarkan, do'st yorlar,
Sinfdoshlar bilan diydorlasharkan, o'sha yillarni ko'z o'ngiga keltiradi. Ko'ngilni jumbushga keltirayotgan tuyg'ular satrlarga quyiladi. Bolalik yillarim eslayman os-os, sokin uyqu ichra yotganda olam, tonglar qulog'imga kelardi ovoz, g'aflatda yotmagil, erkatoy bolam. Brigadir Nadir bo'ldi, bir she'r yozdi. Bitta daftarda to'ldirgan ekan, yozib. Menga aytdi, til adabiyot o'qituvchilariga meni she'rlarimni tekshirtirib bering dedi. Uni aqli yetgan ekan, qarang. Til adabiyot o'qituvchilariga son she'rlarini ko'rsatib, bunday o'ylasangiz, to'qma qobiliyat bor ekan. Mana zamonamizning eng yaxshi kadri bo'lib chiqdi. Bo'sh vaqtlarimizda birga o'tirishganimizda sinfdoshlar aytardi. Sizlar mana qarab turinglar o'zbek tili darsligiga. Men shuni boshidan oxirigacha hammasini aytib beraman, der edi. Bizlar hayron bo'lardik, qanday aytib beralasan? Keyin boshdan tushib oxirigacha hech qanday bir nimasi qolmasdan, nuqsoni qolmasdan so'zlab berardi. Hozir ham shu narsa xayolda qolganki, demak o'sha hozirgi shoirni talanti, harakati, adabiyotga qiziqishi mana shu yoshlik davridan boshlangan. Men derdiki, kelajakda bir shoir bo'lmoqchiman, der edi. Men shoirman, istasangiz shu, o'zimniki erur shu sozim, birovlardan olmadim tuyg'u, o'zgaga ham bermam ovozim deya olgan shoirgina millat faxriga aylana olishini davr ko'rsatdi. Men hayotimdagi eng og'ir kunlardan biri, balkim shu birinchisi, men bolalik yillarimda ota-onamni qo'ynida o'sganman. Men ularni hech qachon o'lmaydi deb ishonganman. Abadiy yashaydi, go'yoki ota bilan ona abadiy bor deb bilganman. Hayotimda yo'qotishni ko'rmaganman. Shunda dafatan onam qazo qilganda men tamomila o'zimni yo'qotib qo'yganman. Shunda birinchi kunlari tunda borib onamni qabrida qolib ketganman. Qabr boshida uxlab qolganman. Meni axtarishgan. Keyin tong otganda quyoshning nurlari ko'zimga tushib, shu yerda keyin uyg'onganman. Hech esimdan chiqmaydi. Ko'kda yulduz ushsa nogahon, bitdi derlar qaysi bir taqdir. Bunday g'amni ko'tarmak oson, bu ehtimol bizlar haqdadir. Ba'zi tunlar ko'kka tikib ko'z, eslab deyman onamni shu on. Ona ketsa yulduzki yulduz, qulab tushsa arziydi osmon. Nomukammal edi zamin. Shu sababdan ham necha zotlar unda axtarishdi yo'l. Ajib, tarovatli edi u olam. Juda qiyin tiriklikdan uzmoqlik ko'ngil. Shunday gaplar aytardi o'g'lim ham goho. Esimdadir. So'nggi nafas topshirardim jon. U deb edi. Yaratibdi bizni Xudoyim. Na chora kim? Uning o'zi qiladi payxon. Sabr qiling deb edi u bo'ling mardona. Ajib quvvat olgan edim taskin so'zidan. Sabr qiling der edi-yu.
Lekin Xufiyona o'kirardi. Yosh tirqirardi uning ko'zidan. umr esa oqayotir oqqan daryoday. Parchagina bulut, cheksiz osmon, adir ortidagi yolg'iz oyoq yo'l, barcha tashvishlarni unutib shodon qaytgim kelayotir qoshingga butkul. Qismat mayinishdim achchiq va tahir, tuydim ehtirosning samoviy kuchun. Dunyoda odamzod yashamas axir faqat irodasini sinamoq uchun. Parchagina bulut, cheksiz osmon, adir ortidagi yolg'iz oyoq yo'l, barcha tashvishlarni unutib shodon qayta olsam edi qoshingga butkul. Bulutlarga yondosh osmon ustida kiprikdagi yosh to'yibdi dayboz, qilichning damida arqon ustida ko'zlarni yumib yuribdi dayboz. Odamlar ana olqishlang, qarang u naqadar ipchil va o'ktam. Bizchi ba'zi bir ko'zi ochiqlar yeplab yurmaymiz katta yo'lda ham. Men she'rlarini o'qib kuzatib borganda bitta narsasi bir she'riga to'xtalib shuni aytdimki, shunday narsani angladimki, u nima degan? Masalan, kim o'zar o'ynasang toshbaqa bilan bo'yningga olursan unga tenglikni deyilgan. Shuning uchun Abdulla to'g'risida gap ketganda shaxsga aylantirgan narsa undagi mana shu falsafa, mehnat, mashq, istidod mana uyg'unlashib ketgan. Hammamiz o'zimizcha she'rlar yoza boshladik, yoshlar. Ana shu yoshlar ichida shu birinchi bo'lib men boshlagan edim. Men chunki shoirdan bir 4 yosh kattaman. Shu she'r yoza boshlaganimda shoir ham bundan ilhomlanib ketib bizni davramizga qo'shilib, bu ham she'r yoza boshlagandan keyin asta-sekin maktabga bordik. Maktab jarayonida mana shu she'rlar o'qib boshlab o'qisak, shu maktabda hammamizdan bayroqni shoir ildirib keta boshladi. Eng yaxshi she'rlarni yozib, yosh bo'lishiga qaramasdan hamma unga olqishlar o'qib qarsaklar ura boshlagandan keyin sekinlik bilan mani shoir shu davraga kirib ketib bayroqni uloqni olib ketdi-da, boshqacha qilib aytganda. Mani shoirni keyin butun el olqishlab mani shu darajaga olib chiqib ketdi. U o'zini ehtimol unday xudo bergan talant ham bo'lgan. Albatta hozir akamiz aytgandek mehnat ham katta bo'lgan. Keyin hech esimdan chiqmaydi. Bir kun opam yig'lab qoldi. Onam non yopayotgandilar. Keyin shu vaqt borib nonni kasovda uzun ushlab nimaga yig'laysan deganda akam bildilarki endi akam ayblari bor. Akam shu tandir ustidan devorga chiqib, devor ustidan tomga chiqib ketdilar. Endi chunki onam chiqa olmaydilar tomga. Tomdan turib o'sha qofiyalarni yana boshladilar. Uchadigan qushlarmi, kim nimalar deb, chunki u kishiga hech basga bo'lmasdilar. Unday nima bilan keyin endi onam juda ham yaxshi ko'rardilar akamni, lekin hech qanday men tasavvur qila olmayman shunaqa bir ayol bolasini qanchalik yaxshi ko'rishini. Abdulla she'riyatda hech vaqtda qofiyabozlik, vaznbozlik, radifbozlik degan narsalarga hech vaqt rioya qilmagan va oxirigacha ham ijodi xuddi shunday davom etib kelyapti. Hamma narsalar bu ham billaydi. Qanday yiqib bizga qaraysiz? Nimaga gapiring kelmayapti? Qoyoqlar yo'l ochiq. Ha. Xudo shukr. Bunday dema. Kim shunday qo'ydi?
Dunyoni qizg'anma mendan azizim. Men sening ko'changdan o'tmasman zinhor. Mening bu olamda o'z aytar so'zim va o'zim sig'inar mozorlarim bor. Dunyoni qizg'anma mendan azizim. Sen ichgan buloqdan ichmasman aslo. Sen yurgan tog'larda qolmagay izim. Sen kechgan daryodan kechmasman aslo. Dunyoni qizg'anma mendan azizim. Qalbingni yoqmasin shubha va so'roq. Men o'zga manzilga tikkanman ko'zim. U sening kulbangdan juda ham yiroq. Men bir she'rimda yozgandimki, bir kun kimdir bir xudoyi bir elga osh tarqatyapti ekan. Keyin so'rashadi undan, "Xo'sh, nima bo'ldi? To'y qilyapsanmi?" "Yo'q." "Qanaqa maraka? Birorta o'g'lingni bir qandaydir tug'ilgan kunimi?" "Yo'q." "Qizingni uzatyapsanmi?" "Yo'q." "Nimaga bu osh tarqatyapsan?" desa, "Shukronalikka osh tarqatyapman." "Nimadan shukronalikka?" desa, "Men bugun bir nodonni suhbatdan qochib qutuldim" deydi. "Shuning uchun Xudoy beryapman" deydi. Bu zomin bo'ladi bu nodonni. Hatto bana Pahlavon Mahmud bor. Katta shoir. 360 kun deydi zindonda o'tirmoq, yoxud deydi shu kelida masalan yanchilmoq nodonni suhbatda yaxshiroq deydi. Hayotda ko'pincha shularga duch keldik. Ulardan qochib qutulsak, qo'rqoq degan nom ham chiqardik. Undan qochib qutulmasa boshqa iloji yo'q uni. Men shunday o'ylayman. U bilan butun umr tortishib o'tirish mumkin nodon bilan. Hech qanaqa narsani hal qilish bo'lmaydi, mumkin emas. Umringiz bo'yi 100 yil yashasangiz, 100 yil siz bilan pachakilashib o'tiraveradi. Lekin birorta bundan natija chiqmaydi. Shuning uchun hayotda bunaqalar ham bor. Lekin har holda xalqimiz butun katta xalq. Men xalqimizda shu katta ma'rifatlik xalq ekanligini men ko'p iymon keltirdim. Boshqa xalqlarni kamsitmayman. Mutlaqo unga haqqim ham yo'q. Har kimniki o'ziga oy ko'rinar, ko'ziga deydi. Lekin meni to'g'ri tushunishlaringizni so'rayman. Biz xalqimni agar boshqalarga sal taqqoslab qaraganda, biz ancha ilg'or xalq. Iymonli, butun, saxovatli, dasturxoni ochiq, haqiqatan mehmondo'st, bir piyola choyini hech kimdan ayamaydi. Shunday bir xalq. Farzandi bo'lganda ham odam faxrlanaman. Abdulla akamda she'rlarida xohlagan narsani topishingiz mumkin. Xohlasangiz falsafani topishingiz mumkin, xohlasangiz lirikani, xohlasangiz muhabbat, nima desangiz hamma mavzuda bor. Hatto tarjimalarida ham shunaqa. Boshqa shoirlardan farqi Abdulla Oripga haqida gapirish ham oson, ham qiyin. Men shunday odamni yonida yurganimdan, shogirdi bo'lganimdan faxrlanaman. Butun o'zbek xalqi faxrlansa. Doimo yetuklikni ko'zlagan Andijonsan, Navoiy lahjasida so'zlagan Andijonsan, vodiy oltin soz bo'lsa ovozidir Andijon. Bu kun paxta ilmining ustozidir Andijon. Paxtakor bo'l, mayli yo allomai zamon bo'l. Cho'lponday zotni bergan Andijonim omon bo'l. Axir ko'kdan tushmagan shunchalik obro' bari, aslida Andijonning Qobuldir farzandlari. Andijonga mehrimni qalbimga solib keldim. Ushbu she'rni ataylab Toshkentdan olib keldim. Rahmat. Xalqimiz azaldan she'rparast, adabiyotni, ezgu so'zni qadrlab keladi. Ayniqsa shoir Abdulla Oripov yurtimizning qaysi go'shasida bo'lmasin, o'sha joyda she'riyat bayrami boshlanib ketadi. Bu bejiz emas albatta.
Zero shoir ijodini o'zagini bugun mustaqillik shukronasi egallaydi. Umumiy jihati shundan iboratki, umuman odam bolasini birinchi mard bo'lish kerak, tanti bo'lish kerak. Masalan, shu she'rni bitta haqiqatan ham yaxshi she'r bo'lsa, haqiqatan yaxshi deb aytib olish katta mardlikka talab qiladi. Katta madaniyatni talab qiladi. Katta ma'naviyatni talab qiladi. Mana shu bittagina agar bitta she'rda bitta yaxshi bir o'xshatish, obraz bo'lsa, shuni o'qib, shuni yozgan odamga bir telefon qilib, uka yoki aka, mana she'ringizni o'qidim, mana shu joyda shundaqa obraz topibsiz, shunga sizga rahmat deyish katta jasorat kerak bunga. Katta madaniyat kerak bunga. Ana shu ustozlarda mana shu narsa bor edi. Shuning uchun bir joyda kimdir bitta yaxshi o'chirib yozsa ham Abdullaqor shuni yo topar edi, yo shunga xat yozar edi. Uka, o'chirgingni o'qidim, sen yozavergin, yaxshi yozuvchi bo'lasan yoki povestingni o'qidim yoki bunda. Buni har kim ham qilavermaydi. Bu millatim ekan, bu xalqim, bu ona adabiyotim bu deb quvonish tuyg'usi men shu Oybek akada, Mirtemir akalarda va boshqa ustozlarimizda juda mo'l edi. Mana shuni men yoshlarimizga ana shu jihatini tavsiya qilaman. Mard bo'lsin, odam tanti bo'lsin, yaxshini yaxshi ayta olsin. Uyushmada har bir asar muhokama etilib, ularning badiiy qimmati baholanadi. Hayot adabiyotning oldiga qo'yayotgan vazifalar muhokama etiladi. Yozuvchilar uyushmasi qutlug' dargoh. Uyushma ostonasidan ichkariga qadam bosayotgan har bir ijodkor adabiyotimiz kelajagiga ana shu dargohda tamal toshi qo'yayotganini his etib turadi. Bu ishlarning barchasiga Abdullaka bosh qosh bo'ladi. Xabar keldi fan shahriga olis jungli tomondan. O'tgan kecha alla narsa yonib tushmuş osmondan. Yulduz esa yulduz emas, yo yo'ldoshmi bir deydi. Har holda u shovshuv solgan tarilkaga o'xshaydi. O senga endi. Yettiga to'lmish to'kilmish katta qizning tishlari. Oq sadafning ushbu yonda dul kabi dandonda qor. So'badaylab turgan erdim men zarif qizcham bilan, kimdir aydi ko'p yetolmang ikkingiz balkonda qor. Ushbu qor kim erta indin suv bo'lur, bo'ston bo'lur. Yurgel dalalarga ketaylik do'stim. Diqqi nafas uyda yotmoq payti emas. Oltin O'zbekiston tuprog'i bukun bir pari faslning og'ushida mast. Shabnam shovullaydi bog'lar qo'ynida, salqin tuman ichra bo'zarar tonglar, quyoshning erinchoq yog'dularida nafis yaltiraydi bargi xazonlar. Her yonda to'kinlik, kuzdan nishona, her yonda go'zallik yoymuş daftarin, sonsiz egatlarga sochilmish ana mening shodliklarim, mening dardlarim, mening ona xalqim. Ey qadim halol, rizqi ona yerga sepilgan xalqim. Ushoq chigitni ham yetmaydi o'g'il, million egatlarga egilgan xalqim.
dunyoda shoirlar tayyorlaydigan maktab bo'lgan emas, hozir ham yo'q. Bundan keyin ham bo'lmasa kerak. Boshqa kasb egalarini o'qitib tayyorlash mumkin. Lekin buni Alloh taolodan deyiladi, tabiat bergan deyiladi. Nayinki shoirlik, balkim mana shu ba'zi bir qobiliyatlarni shundoq deb aytiladi. Kimdir shoirlikni fazilat deydi, kimdir buni qandaydir hunar deydi, bir kasb deydi. Lekin aslida olib qaraganda shoirlikni men qismat deb bilaman. Bu taqdir bu. Birinchi xayolimga kelgan gap shukronalik. Shukronalik deyman. Va albatta qarzdorlik tuyg'ulari juda ko'p. Dunyoda ko'p narsa unutiladi. Qashshoqlik, martaba, quvonch, qayg'ular, unutilib borar muhabbat dardi, unutilar yillar, yo'llar, tuyg'ular. 40 yillik adovat unutilar sekin, unutilar hatto yurakdagi dars, yaxshilarning mehri unutilmas lekin, unutilmas ular oldidagi qarz.